Assalomu alaykum akalar. Obunachilar bilan ko'rishib qoldik. O'zimizni tanish akalar ham bor. Bitta stol bo'yida o'tiribmiz akalar bilan. Taniganlar bo'lsa, bir esdalikka bir video yozib qo'y dedik. Moskva. Qayerda aka adres bu? Balashqadamiz, o'sha Balashqadamiz. Sizlarga tanish bu shaharlar, bu yerda yashab ketganmiz. Maba akamizga bir ikkita savollar bor. O'zbekistondan mashinasini minib kelganlar ekan. Ko'pchilik kommentariyada yozishyapti-da. 3 oy minib yursa bo'ladi yoki 2 oy minib yursa bo'ladi deb. 1 yilga ruxsatnoma olib kelishgan. Habib ukamiz degan bo'ladi. 1 yosh ekan, o'rtog'imiz, do'stimiz degan bo'ladi. Hozir akalarimizni ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Hormatlar. Esdalikka bir akalarimizni ham olib qo'yaylik. Yana o'g'lik deydilar. Tug'ilgan kuni Otabekda. Zemlagizda. Bu zemlak o'zimizdan 10 kilometr ekan, 3 ko'prikdan. Assalomu alaykum. Taniganlar bo'lsa. Hammalarga omad. 40-regalarga salom. 40-regalar. Shu aka boshqa gap yo'q. O'zbekistonlar. Akamiz Qashqadaryolik. Sarvar akani, patishchilarga salom hammaga. Sarvar aka, patishchilardan. Endi bosib qo'yasizlar. Orada bitta inson o'tib ketdi, bu insonga kamera qaytadimi, qaytmaydimi deyishlaring ham mumkin. Hammaga salom patishchilar. Hali ham o'sha xijolatchiligini bu akamiz o'sha paytda ham eslasalaring bizdan mashinamiz yutgan Hyundai Solaris. Aka nechinchi rozigrish edi? 7-chi. 7-chi rozigirishda Hyundai Solaris yutgan. Camaro ikkalasini qo'yganimizda. Habib brat. O'zbek Sila. Qashqadaryo. Bo'rilar yerda, bo'rilar. Новоинский. Новоинский, чисто башевик. День рождения его, день рождения сегодня. 8 марта сегодня день рождения. Bu akamiz barber showda nimada ishlaydi, barber shopda. Adresni ayting aka, bir Balashqadan kelganlar uchun. Улица Фадеева 3. Улица Фадеева 3. Balashqa mikrorayon Yujniy. Mikrorayon Yujniy. Chochka etilishga zo'r olar ekan. Lishni o'zim ham oldirganman, o'tga yili. Kelaverasizlar shu adresga. Bu akalarimizdan bir o'zlarini tanishtirib yuboringlar akalar. Qayerdan kelgan? Tojikistondan. Tojikistonning qayerdan? Shamning qayerdan? Aytingda ulisalarni ayting. Ulisalari esa Qo'shnilarni-ku tomosha qiladi. qo'shilashni ro'jani ko'rsa tanib oladi. Tog'alari. Tog'alari. Amagilar. Bu ukamizni shogirdlarimi? Ha, shogirdlar. Birga ishlashadi. Kesalari mana shu insonlar sochlarini chiroyli qilib kaltetirib qo'yadi. Endi akamizga qaytsak, Habib brat, mashinani minib kelganingizda qancha bo'ldi? Kelganimga sentyabrga kelganman. Qanday dokument qilgansiz? Voz degan dokument bo'ladi. Vozda 3 oyligi bor, 6 oyligi bor, 1 yilligi bor. 3 oyligi qozoqlarga to'lanadi. 500 rubl to'laysiz. 6 oyligiga 1,5 ming rubl to'laysiz. 1 yilligiga 2000 rubl to'laysiz. 2000 rubl to'lab kirganmiz. Hech qanaqa problema bo'lmagan. Qo'l qo'yganmiz tamom. Adashmasam, hozir shu yerda men eshitgandek bo'ldi. Chegaraga ham bir chiqib keldingiz. Chegaraga ham chiqib keldim O'zbekiston mashinasida. Necha marta GAI to'xtatib siz dokumentingizni tekshirishga harakat qildi? GAIlar Moskvaning ichida. Moskvaning ichida bir marta tekshirgan faqat. Faqat страховка ko'rgan, vozni ko'rgan tamom. 1 yillik ruxsatnoma. Sentyabrdan beri. Sentyabrdan beri bir martaga. Yaqinda kommentariyada yozishdilar menga. O'zbekiston mashinamiz bilan borsak bo'ladimi, qana bo'ladi? Tushuncha shu yerda sizlarga akalar. Mana живой guvoh. O'zlari minib kelganlar. Bemalol mashinani minib kelaveringlar. 1 yilga dokument qilib, ishlaringizni qilib, yana 4 ta odam bilan qaytib ketaverasizlar akalar. O'sha ishlarni qilsa bo'ladi. Nasib bo'lsa, xohlasa kelsangizlar. Qozog'istonda именно Qozog'istonda kirguncha страховка qilinglar. Birinchi o'chratda страховкаga e'tiborli bo'linglar. Страховкani falshivisi ham bor. Pulni 2000, 3000 kamiga qilib falshivi qilib o'tirmanglar. Chunki Rossiyada
srazi dalni bazaga urib ko'rasiz. Bu yerga kelib rossiyskiga nima qilib страховка qildingizmi? Yo'q, straxovkani Qozog'istonga kirguncha Qozog'istonda qilganman. O'zbekistondan chiqayotib, o'sha yerda granitsada straxovka qiladigan nimalar bor, budkalar bor. O'sha yerga qildirganman. 15 mingga qildirganman straxovkani 1 yilligini. 1 yillik straxovkani 15 mingga qildirganman, lekin 10 mingga bor, 8 mingga ham bor. Ular falshivdi. Ularga qildirib o'tirmaylar. По-любому, agar Rossiya territoriyasiga kirganlaringizdan keyin straxovkani dalni bazaga urib ko'rsa, kamida 20 ming, 30 ming aytgan pulni olib ketadi. Yo bo'lmasa mashina stankaga olib ketadi. Zaranya qilib olish kerak. Zaranya qilib olish kerak. O'shanisiga e'tibor bering. Sizlarga maslahatim Чисти original страховка bilan yuringlar. Именно mashin temasida. Men mol keyin har 3 oyda granitsaga chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Mashin bilan 4 ta odam olib, yo bo'lmasa 1 yil yurib, patent qilib, 1 yil yurib bemalol borib kelsangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa problema yo'q. Shu paytgacha men sentyabrdan beri yurgan bo'lsam, bir 2 martagina xolos to'xtatgan men. Gayli 2 marta. Bir marta MKda to'xtatgan, bo'zni tekshirgan. Bir marta Rezanda to'xtatgan. Mana shu yaqinda to'xtatib bir 2-3 kunlikda polni straxovkani dalniga urib ko'rdi. Shunda keladiganlar bo'lsa, qo'rqmasdan, qaytmasdan kelaveringlar. Akalar xullas shunaqa sizlardan kayfiyatlaringizni ozgina ko'taraylik dedik, kulishib o'tiribmiz akalar bilan. Ichida obunachilarimiz bor. Hammasi bizni kuzatar ekan YouTube'da. Bir esdalikka bir video qilib, akamizning tushunchalarini biz sizlarga tushuntiramiz keldi. Mana Habibning mashinasi 70 ta Qashqadaryo. Shu bilan O'zbekistonda Cobalt bilan buni yuribdi. Obunachilarimiz ko'p so'rayapti. O'zbekistondagi mashinamiz bilan boraylikmi Rossiyaga, nima qilaylik deb. Mashinasi bekordan bekor uyda qoladi, o'zlari ishlagani keladi. Borgingacha mashina dam olib turadi garajda. Undan ko'ra mana mashina qilib minib kelib, Moskvaning ko'chalarini chingillatib yursalar ham bo'ladi akalar. To'g'rimi Habib? Men aytayapman. Shunday mashinalar tashlab keladi O'zbekistondan, ishlab, borgungacha 1 yil, yarim yil kutadi. Undan shu yerga kelib minib yursa ham bo'ladi mana. Uzoq yo'lini yaqin qiladi. Tayyor mashinasini tashlab keladi. Bemalol minib ketishga. Buni olganda borku, buni olganda qarayapman, bitta ikkita do'stlarim, ko'tarib ket, qo'yib ket. Nimaga oldim bo'lmasa buni? Buni O'zbekistonda ko'tarib qo'yibdi, kelib bu yerga arendaga mashina mingan umuman nimasi yo'q-da. Men ko'radichi shu peshonaga borini baribir oladigan nima yozilgan bo'lsa o'sha qilinadi. Bemalol o'shaning uchun qo'rqmasdan minib, qattiq kelaverasiz, astagina. Bu bo'yiga borasiz, arenda demaysiz, uyqizda samigilarni olib, uyqizda halovat bo'ladi. Bemalol oyoq cho'zib yotasiz. Kasal bo'lishingiz bor. Bir ishingiz bilan chiqib ketishingiz bor. Arenda to'lamadim, bugun ishlamadim deb jon kuydirmaysiz. Bemalol o'zingizning mashina, o'zingizga xon, o'zingizga begda karochi. Endi shu yerda aniq gap tug'iladi-da Habib. Aha. Shu mashina bilan taksi haydasa bo'ladimi degan savol aniq tushadi. Tushadi, 100% tushadi. Lekin taksi hayda bo'lmaydi O'zbekiston mashinasi bilan. Hayda bo'lmaydi. Endi yo'llari bor, u nelegalni, u narsani tavsiya bermaymiz. Bor, qilsa bo'ladi, lekin u narsani keragi yo'q. Biz bilamiz yo'lini, lekin u narsani keragi yo'q, hojati ham yo'q u narsa. Nelegalni, u ishtarafi katta u narsa. Bilib qolsa ham. Bo'rilar. Ketishdimi ular? Ha, ular ketdi hozir. Boya bu nima qildi bilasizmi? Mas'ul. Shuni o'ynab tushirdi. Shuni ana ko'la idishi shuni musulga o'tsa borku, arqadan shunday gayla kelyapti. Qachon? Boya shuni remont to'qildi. Remont to'qildi. Katta, ana Pradoda gayli ekan, o'tib ketdi. Agar oddiy gayimizni to'xtatardi. O'zim gibi, o'zim sulton, sen taxta Sulaymon. Akalar, avtomobilgacha minib yuribgan Habib brat. Minib kelinglar O'zbekistonda. Mana hozir yaqinda uje kelishlar boshlanadi. Yurayda baquvvat qilib minib kelaverasizlar. Вообще шоколад.
Молодец. Shu ko'pchilik yozadi menga-da, O'zbekiston mashinasini minib bor edingmi deb. Minib kelinglar mana. Juda ko'p. Endi aytishlari mumkin, biz bilamiz, sen yo'q, bilmaganlar ham juda ko'p, bilmaganlar ham. O'shaning uchun yuraydi baquvvat qilib, Qozog'istondan o'tib kelasizlar. Shu yerda bemalol mashinalarni minib yuraverasizlar akalar. Shunaqa gaplar.